Assalomu alaykum. Bugun 7-dars lug'atlarini yodlaymiz. Abun ota, ummun ona, ibnun o'g'il, ibnatun qiz, axun aka, uka, uxtun opa singil, jaddun bobo, buva, jaddatun momo, buvi, zavjun er, zavjatun xotin, arisun urusun kuyov, kuyovlar, xotanun kuyov, xoslangan shakli, abaun otalar, onalar, abnaun o'g'illar, banatun qizlar, ixvatun aka ukalar, og'a inilar, axawatun opa singillar, ajdadun bobolar, jaddatun momolar, azvajun erlar, zavjatun xotinlar, arusun aroisu kelin, kelinchak, kelinlar, kuyovlar.